Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun mana qanaqa kashachi glazni mangur qilishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi bo'lib qiladigan ishimiz eski materialni qo'limizdan yechib tashlab, keyin mangur qilishni boshlaymiz. Pilkalar olamiz tirnoqning ustini. Apelsinli paloshkada kuchuklarini ko'tarib, frezada tozalab, kesib tashlab, kuchuklaimizni обезжиривать qilib spirtda, keyin прозрачный baza surib lampada quritamiz. Keyin gel bilan укрепление qilib, yana lampada quritamiz. Keyin forma pilkalab tashlaymiz, to'rtburchak yoki dumaloq qilib. Undan keyin bemalol kashachi glaz qilsak bo'ladi. Hozir menda bor kashachi glazlarni ko'rsatyapman. Sizlar bemalol shu formani bilet qilgandan keyin kashachi glaz qilib ketaverasizlar. Men bo'lsam hozir uni tipsada qilib ko'rsataman sizlarga, qanaqa uzor, qanaqa naqshlar qilsa bo'lishligini. Hozir men sizlarga menda bor kashachi glazlarni ko'rsatyapman. Mana bu Excellent firmasidan bor, mana bu UK firmasidan bor menda, mana bu Scarlett firmasidan bor. Xo'p, hozir tipsada ko'rsataman. Sizlar bemalol tirnog'iga qilib ketaverasizlar. Hozir mana bu yashil rangini tanladim sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Kashachi glazni olib, tirnog'imizga mani случаемda tipsamizga surib olamiz. O'rtacharoq sloy qilib, juda yuqa bo'lmasin. Surib bo'lganimizdan keyin bizga magnit kerak bo'ladi. Menda mana bunaqa magnitlarim bor. Hozir magnitni idishidan chiqarib olib, hozir ko'rsataman sizga. Mana bunaqa bo'ladi. Magnitim mana bu to'rtburchak joyida ustiga tekis qilib qo'yib tursanglar, mana bunaqa tekis uzor tushadi. Agar sizga uzor yoqmay qolgan bo'lsa, uni boshqacharog'iga to'g'rilab olmoqchi bo'lsangiz, mana buni lampaga qotirmasdan turib, boshidan kashachi glaz surib tashlaysiz. Keyin boshidan bemalol uzor tushiraversangiz bo'ladi. Glazni lampaga qo'yib qotirib yubormang. Keyin mana bunaqa burchi ostiga qo'ysangiz, mana bunaqa qiyshiq uzor tushadi. Keyin yana to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, yana kashachi glaz surasizda, keyin yana boshqachasiga qo'yib o'giraverasiz. Boshqacha uzor tushiraverasiz. Mana bunaqa qo'ldan egiga qo'ysangiz, mana bunaqa eniga chiziq tushadi. Keyin bo'lsa hozir sizga mana bunaqa dumaloq magnitli uzor ko'rsatmoqchiman. Buning uchun sizga ikkita mana bunaqa dumaloq magnitcha kerak bo'ladi. Buni siz mana bunaqa videoda ko'rsatganimdek ikki chetidan qo'ysangiz, mana bunaqa qiyshiq uzor paydo bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, magnitni har xil o'ynatishinglarga, har xil joydan qo'yganinglarga qarab, bu kashachi glazga har xil uzor tushirsa bo'ladi. Mana bunaqa dumalog'ini bitta o'zini qo'yib tursangiz, mana bunaqa dumaloq uzor paydo bo'ladi. O'zinglar har xil fantaziya qilib ko'raverasizlar bemalol. Qanaqa uzor yoqsa o'shanaqa qoldirib, o'zinglarga yoqqan uzor qilib olganinglardan keyin lampaga qo'yib quritib, ustidan glянцевый top surasizlar. Hozir bo'lsa sizlarga lifehack ko'rsatmoqchiman. Qanaqa faqat bir xil kashachi glazingiz bo'lsa, undan har xil rangni chiqarishni. Buning uchun boshiga libo oq, libo qora mana bunaqa rang surib olamiz tirnog'imizga yoki tipsaga. Qora lak surib, gel lak surib, uni lampada quritib olamiz. Где-то 1 minut yoki 2 minut quritish kerak lampada. Qurigandan keyin mana bunaqa oq rangli kashachi glazimizni olamiz. Uni ham surib olib, keyin magnit bilan uzor tushirib olamiz. Kashachi glaz kam bo'lib qolmasin, mana sal qalinroq sloy suraverasizlar.
Mana uzorimizni tushirib olgandan keyin uni lampaga qo'yib quritamiz. Buni ham где-то 1 minut yoki 2 minut quritiladi. Undan keyin mana bunaqa poluprozrachniy rangli laklarimiz bor. Shunaqa poluprozrachniy lak surib qo'ysak bo'ladi. Bu yerda men hozir qizil rang ishlatganman. Sizlar любой rang olsanglar bo'ladi. Ko'k rang, yashil rang, sariq rang. Shunaqa qilib bir xil rangli kashetchi glazdan har xil rangli manikyor chiqarsanglar bo'ladi. Mana bu videoda ham shuni ko'rsatyapti. Birinchi qora suryapti, ustidan oq suryapti, keyin ustidan poluprozrachniy qizil suryapti. Keyin ustidan glянцевый top surib, keyin mana bunaqa manikyor уже tayyor bo'lyapti. Xo'p, videomiz boshidagi manba manikyorni qanaqa qilishni o'rganamiz. Buning uchun yana o'sha ukreplение qo'yganimizdan keyin tirnog'imizga mana bunaqa to'q ko'k rangli lak surib olamiz. Birinchi bo'lib oddiy однотонный. Keyin lampada quritamiz 1 minut yoki 2 minut. Undan keyin mana bunaqa именно mana bu fermadagi kashetchi glazdan olishingiz kerak. Именно shunaqa rangidan. Buni surib olamiz. Keyin ahamiyat berib turinglar. Qanaqa magnit ishlayotganini. Mana bunaqa turburchak magnit olyapti-da. Birinchi bitta chetidan qo'yyapti. Mana ko'ryapsizlarmi? Blik qanaqa ishlayotganini. Keyin ikkinchi yonidan ishlayapti. Keyin pastidan qo'yyapti. Mana blik o'ynayapti ko'rayotgan bo'lsanglar. Mana bunaqa bo'lgandan keyin blik lampaga qo'yiladi, keyin quritiladi. Keyin o'zi umuman kashetchi glaz qilish uchun bu o'sha kashetchi glaz gel-lak kerak bo'ladi, keyin magnit kerak bo'ladi. Uni qayerdan olsam bo'ladi deydiganlarga magazinlar bor. Megaplanetda magazin bor, Orizorda magazin bor yoki eng osoni hozir Uzum Market, Wildberries, Temudan zakaz qilsanglar bo'ladi. Kashetchi glazni har xil ranglari bor. Unga kerak bo'ladigan magnitlar ham har xil ranglari bor. Mana bunaqa magnitni oldida ko'rsatib qo'ygan bo'ladi, qanaqa uzorlar chiqarsa bo'lishini. Eng moshniy magnit mana bunaqasi to'rtburchak har xillari bor. Har xil narsa chiqarsa bo'ladi. Hozir videoda ko'rsatadi qanaqa chiqarsa bo'ladi. Mana bunaqa to'rtburchak chiqarsa bo'lar ekan X'li. Mana bunaqa krestик chiqarsa bo'lar ekan. Mana bunaqa gulli magniti bor ekan, уже tayyor, готовый. Mana bunaqa Frenchli даже magniti bor ekan. Mana bunaqa enaga tushirsa bo'ladigan, mana bunaqa French yana. Mana bunaqa oddiy. Mana bunaqa dumaloq magniti bor ekan. Olsangiz sразу mana bunaqa shunaqa X'li katta magnitdan olganinglar yaxshi. Mana bunaqa ambre ko'rsatdi. Bu yerda уже sal qiyinroq уровень qanaqa yurakchalar qilishi. Buning uchun biz uchun oddiy kanselyariyada sotiladigan skrepka kerak bo'ladi. Skrepkani mana bunaqa buklab olishingiz kerak. Keyin bu buklangan skrepkani mana bunaqa magnitga qotirib qo'yishingiz kerak. Magnitga yopishtirib qo'ygandan keyin surilgan, hali qotirilmagan kashetchi glazimizga yaqinlashtiramiz. Yaqinlashtirganda mana bunaqa yurakcha paydo bo'lar ekan. Kashetchi glaz qilayotganda o'zimizga yoqqan uzor paydo bo'lishi bilan sразу lampaga qo'yishimiz kerak. Uni qancha ko'p ushlab tursangiz, shuncha uzori qochib ketaveradi. Bu yerda yana skripkadan qanaqa dizayn qilishlarini o'rgatyapti. Bular o'zi sal qiyinroq уровеньlar. Mana bunaqa yurakcha qilishni ko'rsatyapti. Mana bunaqa lapka qilishni o'rgatyapti, mushuni panjachasini. Bular o'zi sal o'rganib qolganinglardan keyin qilasizlar bularni. Bunaqa quyoncha qilishni o'rgatyapti. В основном bu koreyskiy dizaynlar. Buni qulupnaycha qilishni o'rgatyapti. Mana bunaqa layam qilsa bo'lar ekan, yana skrepka bilan. Bu kashetchi glaz yaxshi narsa. O'zingiz fantaziyangizni ishlataversangiz, har xil dizaynlar kelib chiqaveradi. 3-4 xil rangidan surib, bunaqa galaktikali manikyor qilyapti. Magnitni 5-6 tasini ishlatsanglar ham mana bunaqa bo'ladi. Qancha ko'p magnit ishlatsangiz, mana bunaqa uzor shunchalik noodatiy chiqadi. Необычный qilsanglar bo'ladi. Magnitni 5-6 tasini olib ishlatsangiz ham.
Bu yerda sizga tashachi glazli manikyurlarni namunalar qoldirganman. Qanaqa manikyurlar chiqarsa bo'lishini o'zingizga ideya bo'lishi uchun mana bunaqa yuraychali manikyur qilsa bo'larkan kashachi glazdan. Ko'k rangda, qizil rangda bunaqasini qilsa bo'larkan. Bunaqa. Agar videom yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosish esingizdan chiqmasin. Hozir soat kechasi 2 da o'tirib sizlar uchun video yasab o'tiribman. Shuning uchun kommentariyalarda yuraychalar bosish esingizdan chiqmasin. Keyingi videomda tirnoq kasalliklari haqida gaplashamiz. Agar qanaqa gel-lak, manikyur xato qilib qo'yishinglar, qanaqa kasalliklar kelib chiqishini, kablok kiysanglar, yana boshqa narsalardan qanaqa kasalliklar kelib chiqishi haqida gaplashamiz. U videoni kanalimda 100 ta podpishchiq bo'lgan kuni qo'yaman.